Zuhriddin oshna, zo'rmisan? Mazing yaxshimi? Sinfdoshlar bilan tog'ga aylangani bormoqchi edik. Shunga 500 mingdan pul yig'ishtirayotgan ekan. Nima deysan, borasanmi sen ham? Zuhriddinga aniq aytib qo'y dedi. Hech bormayapti, kurga qo'shilmayapti dedi. Sinfdoshlar safdan chiqib ketyapti dedi. Nima deysan? 500 mingdan ekan. Shohroq, yaxshimisan oshna, tinchmisan, charchamayapsanmi? Oshna jon deb borardim, lekin bir so'm pulim yo'q ham. Griplab mazam qochyapti oshna. Bolalarga to'g'ri tushuntirib qo'ygan, bora olmaydi ekan deb o'zing vaziyatni to'g'ri tushuntir oshna. Bu bahonalaringga o'rganib qolganmiz oshna. Meni ham borgim kelmayapti o'zi. Cho'ntagimda ham bir so'm pul yo'q. Shunchaki bir ikkita tanish qiz bor edi, yosh. Aka, siz bilan birga boramiz. Sinfdoshlaringiz bilan birga aylanib kelaylik deb qo'ymayotgandi-da. Bo'lmasa damingda, men ham damda olaman oshna. Bo'pti, gaplashamiz. Oshna, hozir dori chudim yutalim birdan yaxshi bo'lib qoldi oshna. Sen bormayman dema, pul temasdan umuman g'amam yema oshna. Hozir yer tagidan bo'lsa ham 1 million topaman, 500 ming senga, 500 ming menga oshna. Sinfdoshlardan ajralib qolmaylik. Sinfdoshlar keyin bizni past deb o'ylaydi oshna. Bunday past bola bo'lmaylik biz oshna. Boramiz. Tayyor bo'lib tur, hozir uyingga o'taman.